Yana ba'zi mavzularni sizlar bilan o'rtoqlashay desam, xabarlar kelib turibdi, lekin tasdig'ini topganda yana alohida ta'kidlaymiz. Tabib masalasini tabib chiqib olib meni hech kim qamamadi degan gapi sizlarni chalg'itmasin. Ozarbayjondan ketiga tepib haydashgan buni. Bor yo'qol deyishgan. Bu yoqqa kelib olib, endi u xorijiy fuqaro, O'zbekiston fuqarosi bo'lganligi uchun qamamagan, olib borib so'roq savol qilib, menimcha tepib olishgan, bor yo'qol deb. Undan tashqari, hop, Furqat tumanidagi direktor ayol to'g'risida jiddiy tekshiruv boshlangan. Meni bilishimcha, endi buni tasdiqlaganda yana alohida aytamiz. 219 million so'm kamoma chiqqan maktabda. 6 dona maktab o'qituvchiga berildi degan qog'ozlar topilgan. 4 ta o'qituvchi men 1 tiyin pul olmaganman degan. Xullas mana shuni to'poloni bo'lib turibdi. 167 bilan statga qo'yib, u farroshni, astag'firullah, farrosh ishim. Farroshlar meni ma'zur ko'rasizlar. Qo'shtirnoq ichidagi farrosh deylik. Bu direktorni jiddiy tekshiruvi ketyapti. Endi o'sha 219 million so'm meni taxminim, shaxsiy qarashim, bunga kimgadir ayblash ma'nosida emas, 219 million so'm maktabda yo'q, kamomat chiqyapti. Shu kamomatni chiqadigan payti bu direktorni boshida sud, advokatlar, blogerlarni jalb qilish paytlariga to'g'ri kelyapti. Nima demoqchi bo'lganimni tushundinglarmi? 219 million. Esinglarda bo'lsa, Qo'qon o'sha ma'muriy sudiga 10 milliard so'm da'vo arizasi kiritgan edi bu direktor. 10 milliard so'm. Tasavvur qilyapsizmi? 10 milliard degani 1 million dollar degani taxminan. Agar bu 1 million dollar undirsa, bu blogerlar quruq qoladi deb o'ylaysizmi, ha? Sudkin rad qilardi uni. Bordi, damini oldi bordi. Xullas 10 milliard so'm uxladi xullas. Uni eplogani yo'q. Lekin bu yoqda 219 million so'm kamomat chiqyapti ekan. Yana kuzatishda davom etamiz. Hali bor. Bu voqealar to'xtamaydi. Endi shu yerda bir narsani aytay, yuqoridagi mavzuga bog'liq joyi bor. Abror Muxtor Ali kim bilan gaplashgan bo'lsa, o'sha qamaldi. Ana, Abror buni qamatdi degan gap tarqab yuribdi ekan. Tuppa tuzuk odamlarning ichida. Tuppa tuzuk, yaxshi, saviyali insonlarning ichida. O'zbekistondagi qonunchilikdan xabari yo'q ko'p shu odamlarning. O'zbekiston qonunchiligi bitta shaxsni iltimosi, taklifi, buyrug'iga qarab qolmagan. Hatto prezident palonchini qama desa, qonunga to'g'ri kelmasa qamamaydi O'zbekistonda. Sud erkinligini ta'minlash kerak degan talabni qilib turgan prezident sud tekshirsin deydi. Shaxsiy tashabbus bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Unda nimaga siz gaplashganlar qamalyapti? Chunki men jinoyatchilar bilan gaplashyapman-da. Men tuppa tuzuk odamlarga qarshi gapirmayapman-da. Bu tomonini isbotlayapsizlar sizlar. Men jamiyatda o'zini xizmatini qilib yurgan, xalqqa foydasi tegib yoki zarari tegmay yurgan odamlarga gapirmayapman-da. Kim bilan gaplashgan bo'lsam, kimga qarshi chiqqan bo'lsam, ularni jinoyatchi ekanligini bilib qarshi chiqqanman. Uni bilyapman-da. Sanab chiqing orqada. Jakoy ibn Tezak jinoyatchi edi. Qarshi chiqdik. Nima bo'ldi? Qamaldi. Miraziz Bozorov jinoyatchi edi. Bizni xalqimizni, qadriyatimizni oyoq osti qilishga uringan edi. Unga qarshi gapirdik, keskin gapirdik. Nima bo'ldi? Qanobi tortildi. Chunki qonun ishlash kerak-da bu yerda. Qonunga xilof ish qilayotgan odamga qarshi gapirsangiz, uni qonun qamasa, siz qamatgan bo'lmaysiz. Bu o'sha munofiqlarning tabiatida qolib ketgan narsa bu, qoldiq bu. Shu Abror shunaqa bo'lish kerak. Mana shunaqa qilib terpila deb uni anaqa qilishimiz kerak. Fozil Xo'ja qamaldi.
to'polon qilib, janjal qilib, ahli ilmlarga sakrab, muftiylarni, imomlarni har xil formada lagan qilib ko'rsatib, montajlarni qilib yurdi, qamaldi. Abror qamatdi deyishdi. Kun o'tdi, vaqt o'tdi, Fozilxo'ja chiqib kelgandan keyin aytdiki, Abror aloqasi yo'q dedi. Abror qamatdi degan birortasi chiqib uzr so'ragani yo'q. Sizlar bilan hali ko'rishamiz. Qochaman deb o'ylayapsizlarmi? Qochib ketamanman. Tuhmat qilaveraman, bo'ldi, javob yo'q deb o'ylaysizlar. Bu hikoya so'ngida tuproqqa qorishamiz. Bizga tuhmat qilganlar mahsharda ko'rishamiz. Qochar joy yo'q. Qochib bo'lmaydi. Gapirgan gapni javobi bor. Yo, tavba qilib turib, vaziyatni to'g'rilash kerak. Yoki unga javob beriladi. Xo'p, do'stlar, bizni yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hormaylar. Salomat. Sizmisizlar? Rahmat. Assalomu alaykum, hormaylar. Yaxshimisizlar? O'zinglar yaxshimisizlar? Yaxshi, Ramazonlarda. Charchamay turibsizlarmi? Sog' bo'linglar, yaxshi ishlaylar. Xo'p, sog' bo'linglar, o'zingiz ehtiyot qilinglar. Dokument tekshirish uchun to'xtatishibdi. Qonun buzmayman, men alhamdulillah harakat qilaman qonun buzmaslikka. Va meni ko'rishib, dokumentim joyidagini ko'pchilik biladi, o'shanga qo'yib yuborishdi. Tanish bilishlik yo'q, do'stlar. Xo'p. Yangi xodimlari mana Ramazonda ayniqsa juda ko'p probka bo'lib qoladi. Shular yo'lni u yoq bu yoqqa qarashib, to'g'rilab turishdi. Umrlari uzoq bo'lsin. Yuzlari yorug' bo'lsin. Xo'p. Nima deyatdik? Demak, shu qachon xato qilarkin, qachon buni biz shunaqa aybini toparkinmiz deb harakat qilayotganlar. Munofiqlik tabiati bor shu odamlarda. Fozilxo'ja chiqib aytdi o'zi. Yo, Abror Muxtor Alini aloqasi yo'q dedi. Meni boshqa odam ustimdan yozgan dedi. Uzr so'ragani yo'q, chiqib. Abror qamatmagan ekan. Ariza yozgan deb chiqishdi tuhmat qilishib. Hozirgacha qaytarishadi. Isboti mana, hatto Fozilxo'ja chiqib turib, yo'q, meni qamatmadi degandan keyin ham vaqt o'tkazib, fursat o'tkazib, nima deyishyapti endi? Abror qamatgan deyishyapti. O'sha munofiqlarni Oysha onamizga qilgan tuhmatlarini tabiatidagi odamlar bular. O'shaning uchun misol keltirdim. Men e'tibor bersanglar, doim shunaqa suhbatlarda tarixda bo'lgan voqealardan ba'zi misollarni keltirib, keyin shuni ustiga bugungi hodisalarni quraman. E'tibor bergan bo'lsanglar, shu tomonlari bor. Siz ibrat oling. Siz qaysi tarafdasiz? Oysha onamizni zinoda ayblagan munofiqlar tarafdamisiz? Yoki Oysha onamizni oqlagandan keyin tan olib, Oysha onamiz pokiza ayol deganlar tarafdamisiz? Mana shu ikkita saf to qiyomatgacha nomlar o'zgarar, vaqtlar o'zgarar, lekin bu saf o'zgarmaydi. Mana shu ikkita saf doim ketadi. Esdan chiqarmay shuni. Sirojiddin Mediya qamaldi. Abror bilan tortishayotdi, ana Abror qamaldi. Ular jinoyatchi bo'lsa qamaladi. Jinoyatchi bo'lmasa Abror emas. Vallomat aytsa ham qamamaydi O'zbekistonda. Allohning qadari degan narsa ham bor bu yerda. Sirojiddin 2024-yilda ordi berdi qilgan ekan. Chiqdi ovozlari ham. E'tibor bergan bo'lsanglar. 24-yil. Shuni arizasi bo'yicha qaytadan qo'zg'atishgan. Hali kuzatamiz, hali nima bor, nima u yoqda, uni bilmaymiz. Abror Muxtor Ali qamatdi. Ba'zi do'stlarimiz bor, yo qamatmagan deb isbotlashga harakat qilishyapti. Yo, isbotlashi foydasi yo'q. Do'stlarga aytib qo'ymoqchiman. Foydasi yo'q. Bu toifa isbot bormi deganda isbotni talab qilayotgan bo'lmaydi.
sizga tuhmat qilishlik uchun fursat poylayotgan bo'ladi. Fransiya mavzusi. Fransiya mavzusida jonli qilib bordim. Yevropani polni aylandik. Fransiyani hattoki aeroportdan tushib, to chiqib, hamma narsani ko'rsatib keldik. Abraham Moshe degan bitta valati zino qarshimizga chiqolgani yo'q. Biz bilan ko'risha olgani yo'q. Hali u yoqqa qochadi, hali bu yoqqa qochadi. Hali bir rasm tashaydi, shu yerda ko'rishamiz deydi. Rasmni qidirsangiz Google'dan 2010-yilda qo'ygan rasm bo'lib chiqadi. Mana masjidga kelib turibman deydi, u masjid bu aytayotgan masjid bo'lmaydi. Qochib yurdi. Oxiri bir jinoyatchi to'daga meni zakaz qildi Fransiyada. Zakaz bo'yicha ikkitasi keldi, bittasi arman, bittasi dog'istonlik. Ikkalasi to'satdan kelib tashab qoldi bizga. O'sha tashaganda qo'lda videosi bor edi. Men endi 2 qadam orqaga qaytib anaqa qildim, polis kelib qoldi, qochdi ana ular. Mana shu hodisani Abror qochdi deb tarqatishdi. Hozirgacha takrorlashadi. Abror Fransiyada qochdi, Abror Fransiyada qochdi. Bu Fransiyaga quvib bordik. Quvib borib Fransiyadan qochamizmi? Abraham Moshe keldi. Qanaqa keladi u? Kelgan odamlarning ovozlari ham, ular e'tiroflari ham turibdi. Hozir ya'ni kamyob bo'lib qoldi bu Abraham Moshe valati zino. Nimaga? Buni qidiryapti ana bolalar. Jiddiy qidirishyapti ularni podstava qilganligi uchun. Menga indamay turing, men topayin, nakazat qilib ko'rsataman sizga degan menga u bola. Menga keragi yo'q. Alloh taolo nakazat qiladi ularni. Aniq men uni bilaman. Allohning qadariga iymonim bor men. Lekin fursat topdi deguncha Fransiyada qochdi. Fransiya Sirojiddin ham chiqib aytayapti. Fransiyada qochibsiz-ku deyapti. Men bilan suhbatda. Yoki o'zi men haqimda gapirganda ana Fransiyada qochib ketdi deyapti. Yo'q. Men Fransiyada qochganim yo'q. Meni oldimda MMA da shug'ullangan ikkita devdak odam keldi. O'zbek tilini bilmaydi ular. O'zbekchani bilmaydigan odamlar ular. Ruscha gaplashyapti. Va salomalik bo'lmasdan turib tashayapti bizga. Yorimdagi bolamni uryapti. Bittasi orqamdan kelib mushotyapti menga. Men mushdan qochib, mushdan 2 qadam orqaga tashasam zarar yo'qmi? Ha, yo'q, kallamni tutib berishim kerakmidi? Kallamni MMA'chini udariga tutib berib kaltayishim kerakmi? Ha, astag'firullah. Buni nima uchun aytayapman? Takrorlashaveradi. Nimaga? O'sha munofiqlarni yetimchalari bular. O'sha munofiqlarning valati zinolari shular. Troll profil ochib oladi, nomini boshqa nom qo'yib oladi. Fransiyada qochdi-ku, Fransiyada qochdi-ku. Xursand. Qaniydi Abror qochsaydi-ya degan orzusi bor ularni. Fransiyaga quvib borgan Abror Fransiyada qochgan emish. Xo'p, bu ham shu yuqoridagi misolga bir misol sifatida keltiryapman. Xo'p, Sirojiddin Mediya oilasi, farzandlari, ahli ayoli bechoralar qiyinchilik tushdi boshlariga. Alloh yordamchi bo'lsin. Mana bu antikorrupsiyachilar, ular ham mana shunaqangi odamlar. Ana bu Vahob degan bitta nogironni qarpeda qilib olib o'rtaga qo'yib har xil gaplarni yozdiryapti menga qarshi. Voy sizlar Abror Muxtor Ali bilan emas. Sizlar Abror Muxtor Alini yo'qotamiz degan xayolda yashamanglar. Abror Muxtor Ali yo'qoladi shunda ham. Foniy bu, boqiy emas bu. Sizlar haqqa qarshi chiqmanglar. Haqqa qarshi chiqsangiz soqolingiz kuyadi. Sufi Olloyor bekorga aytmagan. Chirog'iniki haq yondirdi qo'ydi. Ani kim puf dedi, soqoli kuydi. Haqqa puflayapsizlar sizlar. Abror kim u? Hech kim emas Abror. Abror haqni aytib chiqqan paytida shaxsiyatini chekkaga surib qo'yib, gapiga e'tibor beringlar. O'zbekistonda qo'zg'olon qilmoqchi bo'ldi bular. Hali ham reja bor. Ichkarida yurgan bu Otabek bo'ladimi, Siroj bo'ladimi, bularning aqli ishlamasligi mumkin. Kallasi yetmasligi mumkin. Bularga 3-4 so'm pul bilan shunaqa ishni tashkillab bersa qilib beraverishligi mumkin.
Asl orqadagi figurantlar orqada o'tiribdi. Geytuz meytuzga o'xshaganlarni jamoalari, bomb-pomlar o'tiribdi orqada. Ular manfaatdor bundan. Men ko'rib indamasligim kerakmi? Suriyadagi voqeani ko'rib turib indamasligim kerakmi? Men indiyman. Aytaman men, xalqim ko'zingni och deyman. Gapimni olganlarga duo umid qilaman, duo qilib qo'ying deyman. Gapimni olmaganlarga unda sen haqingda duo qilishlarini kutib tur deyman. Orqangdan duo qilishadi keyin. Alloh rahmat qilsin shuni deb. Yo'l shu. Allohning qadariga kim qarshi bora oladi? Ha? Ayol ojiza, xo'rlayvermang, mening ham o'g'lim bor deb ashulalarni qo'yib, umuman tuhmatchi bo'lgan xotinni to'maris qilib ko'rsatdilar. Men shunda aytdimki, "Hoy, tarixda shunaqa ayollar bo'lgan. Jahannamga kirishligi aniq. Va mura'atuhu hammalatal hatab." O'tin ko'tarib, Abu Lahabning xotini ham jahannamga kiradi. Imroata Nuh va imroata Lut. Nuh va Lutning ayoli. Faqonatahuma, xiyonat qildi bu ayollar. Hamza radhiyallohu anhuning jigarini chaynagan Hind binti Utba keyin sahoba bo'ldi radhiyallohu anha. Tavba qilgan, lekin ayolni vahshiy bo'ladi. Ana shu tomonlarini misol keltirib aytdimki, "Hoy, har bitta ko'z yoshga ishonmanglar. Mening ham o'g'lim bor. O'g'il bo'lmay o'llaring sanlar. Sanlar o'g'il bo'lib ketlaring iloya. O'sha paytda ham o'g'il bo'lib ketganlaringda edi, shuncha xalqning ichida nomusga qo'ymasdilar." Tabib haqida ham shuni aytdim men. Tabib ham to'g'ri yo'lda emas, do'stlar. Mana meni aytdi deysiz. Meni umrim yetadimi yo'q bilmayman. Mabodo yetsa, men nima degandim deb bir marta video qilishim mumkin. Agar umrim yetmasa, sizlar ko'rasizlar. Bu tavba qilmasa xor bo'ladi. Shunaqa xor bo'ladiki bu. Mana shu Iqbol, mashinnik. Bu payg'ambar alayhissalatu vassalomga nozil bo'lgan dinga qarshi ketyapti. Bu yomon narsa bu. Allohga qarshi yuriyapti u. Allohning nomidan foydalanib. Mendan emas, Allohdan shifo. Biz aldanaylikmi, va Alloh deyaptiki deyaylikmi? Qur'on bizni ogohlantirgan. Vala yag'urrannakum billahil g'arur degan. G'ururmi? Vala yag'urrannakum billahil g'arur. G'ururmi? G'arur. Allohning nomi bilan aldashadi. Allohning nomini qo'shishadi. Alloh ko'rib turibdi, Alloh shifo beradi. Aldanayligimi? Qur'on aldanma deyapti. Allohning nomini aytgan har bitta mashinnika aldanma deyapti. Ulardan men sizlarni ogohlantiryapman. Yana qaytib aytaman, abror hech narsa emas, foniy. O'tib ketadi. Meni borligim ham, yo'qligim ham nimanidir ifoda qilmaydi. Lekin fursat g'animat bilib sizlarga ko'rgan bilgan narsalarimdan, xavflardan ogohlantiryapman. Qabul qilsangiz, foydasini ko'rsangiz, duo qiling haqqimga. Farzandlarimning haqqiga duo qiling. Qabul qilmasangiz, meni haqorat qilib tuhmat qilayotgan bo'lsangiz, kuting, siz haqqingizda duo qilamiz yaqinda. Alloh najot bersin deb. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Biz bugun Muhammad Abrorni olganmiz. Har doim qizlaringizni ko'rsataverasiz, o'g'illaringizni ko'rsatmaysiz dedi. Mana meni mujik o'g'illarim. Bunisi Muhammad Sodiq. Qani. Manisi Muhammad Zaki. Mana bunisi Tata. Bu Muhammad Abror. Sora qizim buni ko'rsa, Abror Muxtar Ali keldi deb qo'yadi. Qani Muhammad Nur? Muhammad Nur ko'rinishga qiynalyapti chunki sochlari ajoyib bo'lib qolgan. 50 ming so'mga stirishga qildirib ketdi-da. Sartaroshlarning ham umri uzoq bo'lsin. Boplab stirishga qilib endi olib tashlaymiz. Qanimda ko'rsating sochingizni? Ko'rsatingchi, bunday ko'rsatingchi. Zo'r. Hop. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yana vidollashamiz. Assalomu alaykum.